Sizlar uchun, men sizlarga baham ko'rganligim uchun men aynan mana shu mashinani obzor qilishga qaror qildim. Agar siz aynan mashinani olmoqchi bo'lsangiz, shunga o'xshagan mashinalar yoki kimgadir o'g'ayningizga olmoqchi bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ying. Navodosga Damas olib turgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xullas kalom aka-ukalar, ko'rib turganlaringdagi Damazimizning rangi oq, idealniy sostoyaniyda, eng qizig'i Damazimizga yappa-yangi gerbi va labo ham qo'yib o'ribdilar akamiz. Xullas kalom xarajatdan qochmas ekanlar. Mashinaga did bilan haydalgan va did bilan xarajat qilingan. Tonirovkachalar mavjud. 4 ta karimtal diskachalar, yumshoq balonchalar. Keyin mana bunaqayin to'g'risini aytsam, men Damazni sal tushman, mana bunaqayin allambalo bir o'yinlar qo'ygan ekanlar. Xullas, bular ham sizlarga bonus sifatida beriladi. Salon qismi ham zo'r, qimmat chiqolib qo'ygan ekanlar. 1 krudan ziyodroq yurgan mashina, 2022-yil Damas. Holatchasi zo'r lekin. O'xtay. Mana o'rta eshikka shumka ham qilingan ekan. Xullas kalom, xarajat qilmaysizda, shuni olasiz, pulga urib mazza qilib ishlab yuraverasiz, xudo xolasa. Aka-ukalar, mashinani shuni olib bosib yarish kerak. Holatchasini qarang, prosta did bilan haydalgan mashina xuddi mana shuni olib oladi. Shu uchun tezda shoshilib qoling. Mashinamiz zadniy most deysizmi, korobka deysizmi, ходовой часть deysizmi, motor deysizmi, idealniy. 1 gram xarajat qilmaysiz. Mashinamizda bitta detalda petnochasi bor. Qaysi tomonda petnoy? Mana shu benzobakda olganmi? Xullas kalom, mana shu atrofida, mana shu atrofida petnosi bor. Bo'ldi. Mashinaning boshqa hech qayerda bir tomchi kraska chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Olasiz, mazza qilib minasiz. Xullas kalom, shaxsan sizlar uchun dehqondan dehqonga o'tish uchun aynan mana shu mashinani tortishib narxini kelishilgan holda $5100 qo'yardik. Mannovimdan har doimgidek aloqaga chiqsanglar, akamiz sunnatigani o'tib beradilar. O'tib berasiz aka, xudo xolasa, o'tib beradilar. Tak shu tezda olib bo'lsang, xullas kalom Urgutda mashinasi ayni damda Urgutda aloqaga chiqib bemalol mashinani ko'rib tekshirib olsanglar ham bo'ladi.